Marg'ilon shahrining Turon mahalla fuqarolar yig'ini favqulodda vaziyatlar davlat quyi tuzilmalari navbatdagi profilaktik targ'ibot tadbiri oldidan saflandilar. Tadbir ishtirokchilariga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarning oldini olish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Mahalla fuqarolar yig'ini hududida 31 ta ko'p xonadonli uylar mavjud bo'lib, mutaxassislar ushbu xonadonlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilinish holatlarini ko'zdan kechirdilar. Ushbu xonadonda dudburonni tozalash zarurligi, navbatdagisida esa gaz plitasi ustiga so'rg'ich o'rnatish kerakligi fuqaroga tushuntirildi. Ushbu xonadon sohibiga esa gaz plitasi usti va yoniga tez alanga oluvchi buyumlarni qo'ymaslik bo'yicha ogohlantirildi. Profilaktik targ'ibot tadbiri doirasida jami 20 ta kamchilik aniqlandi. 14 tasini joyida bartaraf qilinishga erishildi. Xonadon egalariga is gazi va uning kelib chiqish sabablari haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, yengil qutqaruv ekipaji tomonidan ovozli tovush chiqarg'ich orqali favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha ogohlantirish ishlari olib borildi. Tadbir doirasida hududdagi Marg'ilon umumiy ulgurji savdo kompleksida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan suhbat o'tkazilib, ogohlikka chorlovchi materiallar tarqatildi. Maskanning yong'in xavfsizligi holati bo'yicha birlamchi yong'in o'chirish vositalarining texnik holati ko'zdan kechirildi. Maxsus texnikalar uchun ajratilgan yo'llarning ochiqligi, suv havzasining holati nazoratdan o'tkazildi. Tadbir davomida mahalladagi maktabgacha ta'lim muassasasi hamda Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumida tarbiyachilar, o'qituvchilar va o'quvchilarga favqulodda vaziyatlar yuz berganda to'g'ri va aniq harakat qilish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi.